Dede yarasın mı var? Hello, satisfied. Dur. Voy bismillah. Mama yo'li gider. Poysan havoliyda. Ayingi. Mana. Rossiyaga borishni hojati yo'q. Yo'q tushadi. O'ynash. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Zo'r, go'zal manzarani ko'rsatamiz sizlarga. Hozir tomosha qilinglar, mazza qilinglar, zavqlaninglar. Mana. Rossiyaga borishni hojati yo'q-da. Ko'ryapsizlarmi? Voy, men qayting. Odam dam oladigan joyda. Muvat Yusuf, keling o'g'lim. Bekarga aytmayman, lesdi. Endi bu qishda anaqasini temperaturasini his qilyapsizlarmi? Ha, keling men yoqqa. Mana. Bahorda ham shunaqa temperatura bo'ladi. Qarang. Go'zal manzara bo'ladi-da. Ha. Mana shu yerda suv oqib turadi mana shu. So'yapti, sharshara bo'lib. Mana bolalar dumalayapti. Ayasi ko'rgan yo'q. Ayasi ko'rsa baqiradi. Unaqa qilma, ukang ustiga tushadi. O'ynashyapti bolalar. Mana sharshara. Ketdik, yuringlar endi. Men yoqqa yuring, Adoyjon. Keling o'g'lim. Yuring o'g'lim men yoqqa. Ketdik. Ketdik o'g'lim, yuring. O yoqqa boramiz. Manzarani tomosha qilsin. Yuringlar. Yo'q joyda videoda bu. Yuring. Yuring. Eski ko'pda meni o'g'lim. Yuring. Muvat Yusuf. Shunaqa manzara. Qaranglar, zo'r bor. Haliga. Hali iloji bo'lsa mana shu yerga ko'rani qo'yib turib, ko'rani qo'yib, videoni qilib shashlik qilamiz. Bu manzara endi bir yildan keyin qaytib keladimi, qaytib kelmaydimi bilmadim. Ketdik yo'lim. Bu kattaxonalar. Hech bola yo'q. Ichkarisida. Yuring yo'lim. Orada mazza qilishyapti bolalar. Dede yarasın mı var? Hello, satisfied. Dur. Voy bismillah. Mama yo'li gider. Poysan havoliyda. Ayingi. Mana qor. O'ktamjon, mana qor. Bu qor qarang, nima bu et? Bilasizmi? Oshxonani qarang, oshxona bilan teng qor. Oshxona bilan teng. Kurodim oshxona bilan teng bu. 2 metr bo'lib ketdi qor. 2 metr. Mana qor. Bu qor qachon eriydi bu? Ana qor. Qaqrab ketgan hammacha. Mana qor qachon eriydi? Ko'ryapsizmi buni? Oshxonani qarang. 2 metr. Oshxona kirib bo'lmay hech kim kirmaydi. Ana qorni qarang. Vagon bilan teng. Vagonni ko'madik yana. Mana. Vagon bilan teng qor. Vagonni yarmiga keldi. Vagonni yarmiga keldi mana qor.
Mana endi mana ko'mtashay hamma yo'q. Materiallar qortayli qolib ketdi. Mana qarang. Metr qarang. 1,5 metr mana yo'l. Yo'laq 1,5 metr. Mana qor. Mana qor. Hamma qor. Ko'rib bo'lmayapti. Ekskavatorga oldik. Yana ashincha qor bo'ldi. Bun qarab qoldi. Mana yo'llar ham qor. Yo'l yo'q. Magazin kirgan ham joy yo'q. Mana metajinda yo'l bor. Ko'rdingizmi? Mana jin mana. Hamma to'silib ketgan. Mana qor. O'rta magazin ham qorda. Yo'llar bor. Narig'i endi tozalayapti. Hammamiz, jeni, men. Mana qor. Hamma qor bo'ldi. Traktor olgandan qolgani bu. Mana hamma qor mana. Ko'ryapsizmi? Yo'l yo'q magazin kirgani. Bu qachon eriydi bu? Mayda eriydi bu. Mashinani yarimiga keldi mana. Ana qor. Adri o'shat qo'ygan. Ko'ryapsizmi? Traktor surib adir bu mana. Qarang. Tayni qolib ketdi yog'och pog'iga. Hamma yo'q. O tomdan ham baland, zabordan ham baland traktor surgan. Skalada mana hech yo'li yo'q. Hech yo'li yo'q. Quruq. Bombosh. Hech yo'li yo'q. Ish yo'q. Klient yo'q. Mana qor. Ko'ryapsizmi qorni? Adir bo'lib qoldi, adir. Adir. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli aziz Hali video davom ettirib qo'yib shu gapni. barcha millionlarini ma'lumot dadalar, vatandadalar Xudo xohlasa umra ziyoratiga nasib qilib Xudo xohlasa bugun jo'natyapmiz. Xudo xohlasa bugun 6-fevral soatimiz rosa 8:30 bo'ldi. Hozir registratsiya ochildi. To'g'rimi? boshlanyapti. Chunki uyimizdagi haqiqiy uyimizdagilar ketishdi. Xudo xohlasa ziyoratlarni to'liq ado etib kelishlarini tilab qolamiz, duo qilamiz. Inshaalloh bir Abdumalikka bemalol murojaat qilasiz. Abdumalik orqali mana Jahongir ketdi. Xudo xohlasa bitta podarka ham qildim. Abdumalik menga, opasiga ham Xudo xohlasa nasib Odamlar ketyapti sentrdan, shunchaki. Tojikistondan kelib mehmonlar bular. Ko'pchilik ketib bo'ldi, lekin oxirida kuzatib chiqdi. Xudoy nasib qilib Saudiya Arabistoni Jidda shahriga yetib oldik. Bu ulug' ziyorat nasib qilganiga Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin va Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga ziroda sadoqatlar bo'lsin. Bu Jidda shahri Makka mukarramani kirish shahri hisoblanadi. Aeroporti ham shu yerda. Endi biz Ozoq Ijazning birinchi Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ziyoratlaridan boshlab ziyorat qilamiz Xudo xohlasa. Hatto Madina Munavvarada 2-3 kun ziyorat qilib, keyin ihromiga kelib lokalarda qaytib kelamiz. Aytishimizda ham shu Jidda Maqqa keluvma. Baland keladi.
Boshimdan tushadi.